Endi Aristonda o'zingiz tozalasangiz ham bo'ladi. Buni hozir sizlarga o'rgataman. Aristonimizni avval yechib tashqariga mana shunday xoli joyiga olib chiqib olamiz. Aristonimizga 2 yil bo'lgan ekan, o'rnatilganiga va talafonlari hali ishilinmadi. O'zimiz ishlaymiz. Filosofiya atverga mana shu tagida taqroran tagida mana shunday mana o'zini samarezlari bo'ladi. Bo'shatish kerak shuni birinchi o'rinda. Videoni o'tkazib yubormasdan ko'rib turasizlar. Videoni har bir daqiqasida sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'tishimiz mumkin. Usti chaqirmasdan o'zingizlar tozalatsanglar ham bo'ladi. Prosta videomizcha cho'zilib ketadi. Hop, obratnik klapini уже ishlamay qolgan bu. Buni yangilaymiz obratnik klapini. Kerak emas. Mana hali ochilmagan Ariston emblemasini o'zimiz bilan oldik. Mana shu ko'rinishda ochib olinadi. Bu samarezlar yo'qolib qolmasligi uchun ichiga ko'p qo'yib turamiz. Mana xuddi shunday holatda ochiladi. Buni tentini yonida o'zini tatchiga o'lchaydigan mana shunaqa nima deymiz? Ular issiq o'chiradigan va bu o'chirib yoqadi-da, xullas. 80 gradusga chiqsa bu mashinasi ham sezadi. Suv ichidagi suv qaynab ketmasligi uchun mana shu o'chirib yoqadigan narsa bo'ladi. Hani dehqonchasiga tushuntirganda. Endi buni stekerlarini sug'uramiz. Mana stekerlari sug'urildi. Mana shu holatda sug'uriladi. Mana bu yerda yaqinroqdan ko'rsatamiz. Zazimlenasi bo'ladi. Bu zazimlenasi mana shunday temiriga ulangan bo'ladi. Zazimlena. Bu kabeldan chiqqan bo'ladi. Buni ham xalaqit bermasligi uchun sug'urib turib buni gaykasini o'zini joyiga qatirib qo'yib tursak ham bo'laveradi. Hop. Mana shu holatda bo'ldi mana. Hop, keyingi navbatda ularni chiqarib olamiz mana. Ularni ham bir qator yuvib olish kerak, yomon bo'lib ketgan bo'ladi. Mana issiq suv tomonga uzuni solinadi. Mana bu nagar olib ketgan. Ortiqcha nagarlarimni tortayotganda ichiga shilinib tushdi. Mana shu holatda bo'ladi. Keyin mana shunday o'zini boltlari bo'ladi. Bo'shatib olinadi. Keyin bo'shatib olgandan keyin mana ichidan tenini sug'uramiz. Mana qurum. Mana. Buni o'zini anoti bo'ladi. Mana anot. Tugab ketgan anot mana. Mana shu narsa anot deyiladi. Hozir buni anotini yangilaymiz. Obratnik klapini yangilaymiz. Yana joyiga qotirib qo'yamiz. Buni yaxshilab tozalanadi. Tozalanayotganda mana shu narsa tenni bo'ladi. Bu narsaga ehtiyot bo'lish kerak, teshilib qolmasligi kerak. Bu narsa umuman teshilib qolsa to'yga o'tkazib yuboradi. O'g'ayman. Aristonda o'zi asli har 6 oyda bir yoki 1 yilda bir tozalab turish kerak, suv yaxshi bo'lsa. Mana shu qurumlar, buni ichidagi qurumlar suvni isitishga xalaqit beradi-da. Natijada rasxod ko'payadi. Rasxod ko'p bo'ladi. Sandilari ham yomon bo'lib ketgan mana. Hamma Aristonda har xil chiqadi endi. Hammasiniki har xil chiqadi. Bo'shashi har xil bo'shaydi. Mana shu holatda bo'lib turibdi mana.
ichlarini qarang, ichini ham ko'rinarkan. İçlarida ham mana qurumlar. İçi ko'rinarmikin? İçi ko'rinmas ekan, ichi parlanib yotibdi. İchi ham polni qurum. İchiga suv quyib olinadi-da, yaxshilab chayqab mana to'kiladi, mana lavha. İchida qurum to'la bu. Mana qurum. Mana shu qurumlar polni yuviladi. Ha. Bu anot ekan mana. Mana qurum. Ana bir kraskasimi, qozonida bir narsasi ham to'kilibdi. Mana shu holatda tozalanadi-da, yana videoda ko'rsatganimizdek qaytarib joyiga qatirib qo'yiladi. Qatirayotganda ham e'tibor berish kerak, sandilarning joy-joyiga elektrический narsalarni qayerdan olingan bo'lsa, shu joyiga suqib, joyiga qatirish kerak. Xudo xolasa kelgan aristonilarni rasxodi ham ancha kamayadi, ishlashi ham zo'r bo'ladi. Hammom, hojatxona, oshxona bo'yicha savollaringlar yoki xizmat bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab usta xizmatlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborlar uchun rahmat. Sizlar bilan men Muhammad Yusuf Mamatqulov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.